Sayohat jurnalistikasi bu turli mamlakatlar, madaniyatlar, tabiiy go'zalliklar va sayohat tajribalarini yoritishga ixtisoslashgan jurnalistika turi hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi jurnalistlar o'z maqola, reportaj, video va blog postlar orqali auditoriyani yangi joylar bilan tanishtiradi. U yerdagi hayot, urf-odatlar va muammolar haqida hikoya qiladi. Sayohat jurnalistikasi nafaqat biror joy haqida xabar berish, balki odamlarni safarga chiqishga ilhomlantirishga ham xizmat qiladi. Sayohat jurnalistlari o'z safarlari davomida boshidan kechirgan voqealarni yoritishadi. Bu esa ularning hikoyalari yanada ta'sirli bo'lishiga yordam beradi. Faqat diqqatga sazovor joylar emas, balki u yerdagi odamlar, ularning turmush tarzi va madaniyati haqida ham so'z yuritiladi. Sayohat jurnalistikasi reportajlar, intervyular, fotohikoyalar, hujjatli filmlar va blog postlar orqali shakllanadi. Sayohat jurnalistikasi orqali dunyodagi turli hududlar va ularning diqqatga sazovor joylari keng targ'ib qilinadi. Bundan tashqari, sayohat jurnalistikasi dunyoning kashf qilish san'ati hisoblanadi. O'zbekiston fuqarolarining vizasiz bora oladigan Qatar, Qozog'iston, Turkiya, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Birlashgan Arab Amirligi, Belorussiya, Barbados, Eron, Filippin va bir qancha davlatlar jurnalistlarga nafaqat sayohat qilish, balki o'z tajribalari orqali odamlar dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Turli mamlakatlar va ularning hayot tarzi haqida tushuncha beradi. Sayohat jurnalistlari sayohatlikning ta'siri, ekologik muammolar, mahalliy aholi hayoti haqida ham ma'lumot berishi mumkin. Sayohat jurnalistikasi nafaqat sayohat qiluvchilar uchun qiziqarli, balki turizm sohasini rivojlantirishga ham xizmat qiluvchi kuchli vositadir. Ushbu yo'nalish nafaqat diqqatga sazovor joylarni yoritish, balki insoniyatning turli burchaklaridagi hayotini chuqurroq tushunishga yordam beradi.